Bugungi kunda yurtimizda davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, sud huquq va ijtimoiy sohalarda keng ko'lamli islohotlar faol olib borilmoqda. Asosiy e'tibor inson qadrini ulug'lash, demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishga qaratilgan. Barcha hududlarda xalq hayotini yaxshilash va iqtisodiy rivojlanish yangi bosqichga chiqmoqda. Ammo ayrim mansabdorlarning shaxsiy manfaat yo'lida o'z xizmat mavqelarini suiiste'mol qilishlari oliy maqsad ko'zlangan islohotlarga to'siq bo'lmoqda. Joriy yilning yanvar oyi boshida tuzilgan ishchi guruh tomonidan o'rmon xo'jaligi yerlaridan maqsadli foydalanish borasida POP ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligiga tegishli hududlarda tekshiruv ishlari o'tkazildi. Unga ko'ra, muassasa mansabdor shaxslarining o'z vazifalariga sovuqqonlik bilan yondashuvlari natijasida xo'jalik yer maydonlarini ijaraga olgan 5 nafar tadbirkor tomonidan tegishli tashkilotlar ruxsatisiz o'zboshimchalik bilan bino va inshootlar qurilib, yer uchastkasining ixtisoslashuvi o'zgartirilishi oqibatida davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilgan. Bundan tashqari 460 nafar ijarachilardan ijara pullari undirilmaganligi oqibatida davlat manfaatlariga 1 milliard 480 million so'm zarar yetkazilgan. Eng achinarlisi, o'rmon xo'jaligi mansabdorlari ayrim ijarachilar bilan til biriktirib 2023-2025 yillar davomida jami 5356 metr kub noruda materiallarni noqonuniy qazib olib davlatga 1 milliard 322 million so'mlik zarar yetkazishgan. Aniqlangan holatlar yuzasidan POP ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi mansabdor shaxslari va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 193, 196 prim 1, 207 va 229 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'tkazilgan tekshiruvlardan to'g'ri xulosa chiqarmagan xo'jalik mansabdorlari va boshqalarning yangi noqonuniy harakatlari qayd etildi. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Sanoqlaringiz bo'ldi? Qancha ekan? Olgan pullaringiz shu to'g'rimi? E'tiroz yo'q, inkor qilmaysiz. POP ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligining bo'lim o'rmon belgisi muqaddam xo'jalik balansida bo'lgan va keyinchalik tuman hokimligi zaxirasiga qaytarilgan yerlardan 20 sotix qismini tanishlari orqali Chust tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaroga turar joy sifatida rasmiylashtirib berish evaziga 15,000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu pul mablag'idan 500 AQSh dollarini olgan vaqtida davlat kadastrlar palatasining POP tuman filiali mutaxassisi ushlandi. Oradan bir kun o'tib POP ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchi shaxs xizmat mavqeyidan foydalanib, yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali ijaraga berish tartibini buzgan holda mahalliy tadbirkorga xo'jalik balansidagi 50 sotix yer maydonini shartnoma asosida ijaraga berish evaziga 10,000 AQSh dollari talab qilib, oldindan 5,000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Afsuski, ushbu mansabdor shaxs muqaddam mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi va firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlari uchun bir necha bor sudlangan bo'lishiga qaramasdan, berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanmagan.